Bugun tadbirkorlar manfaatlari davlat himoyasida. Tadbirkorlarning muammolarini o'rganish, faoliyatiga to'siq bo'layotgan masalalarni yechish maqsadida hududlardagi rahbarlar tomonidan ishbilarmonlar bilan uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Muxbirimiz Sirdaryodan xabar beradi. Dastlab tadbirkorlik subyektlaridagi ishlab chiqarish jarayonlarining borishi, yaratilgan shart-sharoitlar yaqindan o'rganildi. Muloqot davomida Prezidentimizning joriy yil 14-martdagi kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq berilayotgan imkoniyatlar to'g'risida atroflicha ma'lumotlar berildi. Bizda qurilish mahsulotlariga quruq qorishmalar va emulsiya gruntovkalar chiqadi. Bugungi kunda jami 18 ta yoshlarni ish bilan band qilganmiz. Hozirda qo'shimcha ish o'rinlari yaratish bilan shug'ullanyapmiz. Soliq xodimlari bizga xizmat tekshiruvini olib borishdi va bizga talab va takliflarni o'rganib chiqishdi. Bizga bergan takliflari bizga juda ham ma'qul keldi. Hududdagi tadbirkorlarning muammolarini yaqindan o'rganib, yechim topish maqsadida ochiq muloqot ham o'tkazildi. Uchrashuvda tadbirkorlik subyektlarining soliq hisobotlarini taqdim etilishi, qo'shilgan qiymat solig'i o'rnini qoplash, yer va mol-mulk soliqlarini hisoblanishi, ma'muriy huquqbuzarliklar bilan bog'liq muammo va takliflar tinglanib, ijobiy hal etish choralari ko'rildi. Qo'shilgan qiymat solig'ini manfiy miqdorini qaytarib olish bo'yicha tushdi. Keyingi savolda esa tadbirkorlar bank tomonidan berilgan kreditni muddatini uzaytirib berish bo'yicha taklif va murojaatlar tushdi. Asosan shu masalalar bo'yicha murojaat qilindi. Murojaatlar qonuniy soliq qonunchiligida, amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda tushuntirish berildi. Investitsiya loyihalarini amalga oshirishdagi to'siqlar, eksport faoliyatidagi muammolar, davlat organlari bilan o'zaro hamkorlikdagi qiyinchiliklar va boshqa dolzarb masalalar ham atroflicha muhokama qilindi. Muammosiga yechim topish bo'yicha qabulga kelgan ishbilarmonlarning ba'zi masalasi muloqot davomida hal etilgan bo'lsa, muddat talab etiladiganlari bo'yicha esa mas'ullarga belgilangan tartibda topshiriqlar berildi.